Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Cheklangan resurslar iqtisodiyotning asosiy to'siqlaridan biridir. Bu to'siq bartaraf etilmaguncha barcha sa'y-harakatlar muayyan tovarni yaratishga qaratilishi lozim. Albatta, real iqtisodiyotda milliardlab tovarlar ishlab chiqariladi, ammo asosiy tamoyillarni o'rganish uchun biz faqat ikkita mahsulot bilan shug'ullanadigan soddalashtirilgan modeldan foydalanishimiz mumkin. Tasavvur qiling, qabila o'zini boqish uchun apelsin teradi va dushmanlardan himoyalanish uchun o'q yasaydi. Rahbar oldida murakkab tanlov turibdi. Agar apelsin terishga ko'proq odam yuborilsa, oziq-ovqat muammosi hal bo'ladi. Biroq dushman hujumini qaytarish uchun o'qlar yetishmay qolishi mumkin. Aksincha, hamma o'q yasashga yuborilsa, oziq-ovqat yig'adigan odam qolmaydi. Barcha variantlarni grafikka joylashtirish orqali resurslardan maksimal foydalangan holda ikkita mahsulot yaratishning mumkin bo'lgan kombinatsiyalarini ko'rsatadigan egri chiziq chizish mumkin. Bu model ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasi deb ataladi va uning afzalligi muqobil xarajatlarni aks ettirishdadir. Ko'proq apelsin terish uchun o'nlab boshqa o'qlardan voz kechishga to'g'ri keladi. Chunki bunga na kuch, na vaqt yetadi va aksincha. Aytish joizki, qabila boshlig'i bo'lish oson emas. Qabila a'zolaridan biri kun bo'yi dangasalik qildi. Kechqurun ma'lum bo'lishicha, qabila 40 ta o'rniga atiga 30 ta apelsin tergan. Demak, kun davomida ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasiga yetib borilmagan. Barcha resurslardan to'liq foydalanilmagan. Bu chegaraga muntazam ravishda yetib borish u yoqda tursin, undan ham o'tib ketish uchun qabila boshlig'i nima qilish kerak? Biror omil hisobiga iqtisodiy o'sishni ta'minlash lozim. Masalan, qabilaning bir qismini emas, balki barcha a'zolarini apelsin terishga safarbar etish mumkin. Yoki ko'proq hosil olish uchun daraxt ekish, yoxud o'q yasovchilarga mahsuldorlikni oshirish uchun yangi asboblar berish mumkin. Ko'rib turganingizdek, ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasi juda oddiy model bo'lsa-da, u cheklangan resurslar va muqobil xarajatlar kabi iqtisodiyotning ba'zi asosiy tamoyillarini namoyon etadi. Ana shunaqa. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.